Toshkentda 125 ming so'mga nimalar qilsa bo'ladi? Masalan, mana bu 2 qavatli avtobusda deyarli butun Toshkentni aylanib chiqishingiz mumkin. U har kuni soat 10 dan O'zbekiston mehmonxonasini oldidan yurishni boshlaydi va kechki soat 18:00 gacha harakatlanadi. Avtobusning asosiy fishkasi bo'lsa, bu uning ikkinchi qavatida atrofi ochiq o'rindiqlaridir. Mana aynan o'sha yerda o'tirdim. Ishonavering, u yerdan shahar boshqacha ko'rinadi. Sizga ham shu yo'lga chiqib o'tirishni tavsiya qilaman. Safarning umumiy vaqti 2 soat bo'lib, bunda siz Toshkentda diqqatga sazovor joylarini ko'rasiz. Bundan tashqari avtobus ma'lum bir bekatlarda to'xtab o'tadi. Undan siz tushib, keyingi avtobus kelgunicha aylanib turishingiz mumkin. Avtobuslar o'sha to'xtagan bekatlardan har yarim soatda o'tib turadi. Ya'ni o'sha biletingizni ko'rsatib, keyingi avtobusga yana qaytib chiqaverasiz. Narxlarga kelsak, bolalar va pensionerlarga 75 ming, kattalarga 125 ming so'm. Turistlarga bo'lsa 200 ming so'm bo'lar ekan. Aytgancha 6 yoshgacha bo'lgan bolalarni avtobusga chiqishi mumkin emas. Biletni Etiket saytidan onlayn sotib olasiz. Bundan tashqari avtobus turgan joyni o'zidan ham chiptalarni olish mumkin. Ya'ni O'zbekiston mehmonxonasini oldidan. Safar boshlanish va tugash joyi ham aynan shu yer. Agar bu joyni topishga qiynalsangiz, aniq lokatsiyasi Telegram kanalimda. Shunaqangi foydali videolar uchun sahifamga obuna bo'ling.